Payless brendi ijtimoiy tajriba uchun o'zini rebranding qiladi va $20 atrofida sotib yurgan oyoq kiyimlarini $200 dan $600 gacha bo'lgan summaga sotishni boshlaydi va bir kun ichida foydaga kiradi. Ushbu videoda qanday qilib rebranding orqali 2x dan 10x gacha o'sish mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum, ismim Behzod, Mountain Branding agentligi rahbariman. Biz brend qurish va uni himoyalash bilan shug'ullanamiz. Ushbu video aynan siz uchun, agarda sizni biznesda 5 yildan ziyod tajribangiz bo'lsa va 20 dan ziyod xodimlaringiz bo'lsa, oylik sof foydangiz $10,000 dan ziyod bo'lsa, sotuvlaringiz bor, lekin biznesingizni keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, sotuvlaringiz faqatgina target yoki ba'zi bir reklamalarga bog'liq bo'lib qolsa, ya'ni brendingiz uchun odamlar qo'shimcha pul to'lashga tayyor bo'lmasa, raqobatchilaringiz ko'p, mijozlaringiz sizni farqlashda qiynalayotgan bo'lsa yoki raqobatchilaringiz aynan sizni mahsulotingizni ko'chirayotgan bo'lsa, ulardan himoyalana olmayotgan bo'lsangiz va brendingiz hozirgi biznesingiz darajasiga mos kelmasa. Kuchsiz brend qanday oqibatlarga olib keladi? Birinchisi va eng muhimi, bu iste'molchilaringiz brendingizni arzon brend deb o'ylaydi va buning oqibatida sizga qimmat to'lashga tayyor bo'lmaydi. Mahsulotingiz agarda tokchada turadigan, ya'ni supermarket, do'konlarda turadigan mahsulot bo'lsa, raqobatchilaringizdan do'konda ajralib turmaydi. Iste'molchi o'tib ketayotgan paytda ularni jalb qilmaydi va ular uchun aynan sizni mahsulotingizni sotib olishi uchun vizual darajada yetarli bir go'zal, jozibador hissiyotga ega bo'lmaydi. Brendingiz nomini esa mijozlaringiz eslab qola olmaydi va raqobatchilaringizdan ajralib turmaydi. Ya'ni ko'pchilik aynan sizni sohangizdagi brendlar nomiga sizning nomingiz juda o'xshash bo'ladi. Yoki istalgan odam ko'chirib, patentlanmaganligi uchun uni bemalol ishlata oladi. Marketingga, targetga, bannerga yoki qanaqadir boshqa reklamalarga pul tikasiz va u reklamalaringizni samarasi juda past bo'ladi. Chunki u reklamalaringizdagi gaplar iste'molchilarni jalb qilmaydi, dizayn esa jozibali ko'rinmaydi. Bularning barchasini oqibatida bizda arzon, bizda tezkor va bizda sifatli degan mijozlaringiz ishonmaydigan, ularda sotishda xizmat qilmaydigan va ularni jalb qilmaydigan, target reklamalaringizni budjetini qimmatlashtirib yuboradigan gaplarnigina aytishingizga to'g'ri keladi. Nima deb o'ylaysiz? Ekraningizda ko'rib turgan ushbu katta bir natijaga erishgan tadbirkorlarni nima birlashtirib turadi? Shubhasiz, bu ularning barchasi bizning xizmatimizdan foydalangani. Nima uchun aynan Mountain Branding agentligi sizga yuqoridagi muammolaringizga yechim bera oladi? Sababi biz 2019-yildan beri faoliyat olib boramiz va 2021-yilda yil brendi sovrindori bo'lganmiz va bizning asosiy faoliyatimiz brend qurish va uni himoyalashda. Ya'ni ba'zi bir agentliklarga o'xshab biz ham marketing, ham IT, ham veb-sayt, ham yana nimadirlar, yana botlar, unaqa ishlar qilmaymiz. Biz faqatgina brend qurish va uni himoyalash bilan shug'ullanamiz. Bizning asosiy fokusimiz, asosiy kuchli tomonimiz raqobatchilardan ajralib turadigan va mijozlarimiz bizni qadrlaydigan va aynan shu qismimizni deb bizga tashrif buyuradigan, aynan shu qismimizni deb boshqalarga tavsiya qiladigan jihatimiz shunda. Va shu paytgacha O'zbekistondagi top tadbirkorlar Alisher Isayev, Hasan aka, Husan aka Mamasaidov, Ibrohim Gulyan va shu kabi yirik biznes egalariga va ulardan tashqari katta brendlarga xizmat ko'rsatganmiz. Nima uchun rebranding biznesni o'sishiga sabab bo'ladi? Hozirgi holatda biznesingiz kengayapti, mijozlaringiz sizni taniyapti va boshqalarga tavsiya qilyapti, jamoangiz esa kattalashyapti. Har doim mahsulotingizni yoki xizmatingizni ustida ishlayapsiz. Lekin brendingiz hali ham eskicha holatida qolib ketgan. Aynan shu nuqtada rebranding qilish sizni bozoringizda o'zingizni holatingizni yanada keyingi etapga olib chiqishingizda xizmat qiladi. Keling endi rebranding bizneslarga foydasi tekkanini real misollarda ko'rib chiqamiz. Ulardan biri qurilish mahsulotlari ishlab chiqaruvchi mijozimiz Abdulaziz aka. Abdulaziz aka bilan biz Milliard klubini bir uchrashuvda suhbatlashib turgandik va brendlari haqida gap ketdi. O'shanda ularning dizaynlari, brendlari nomi bo'yicha bir necha fikrlarni almashdik. Va xulosa shundan iborat bo'ldiki, to'liq rebranding qiladigan bo'ldik. Rebranding qilishimizga sabab ularning eski dizaynlari iste'molchilarni yetarli darajada jalb qilmasligi, brendlarining nomi patentlab bo'lmasligi va bizneslarini keyingi bosqichga olib chiqish edi. Rebrandingdan so'ng esa biz ular bilan suhbatlashgan paytimizda brendlari 10x ga o'sganini aytgandilar. Shunday holatga keldiki, biz qilib bergan dizaynni raqobatchilari ko'chirishni boshlashdi va buni oldini olish uchun biz
qadoq dizaynlarini ham patentlab berdik. Rebrendingdan foyda ko'rgan mijozlarimizni yana biri kosmetika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Jahongir aka. Ular bilan biz ustozimiz Hasan aka Mamasaidov sababli uchrashib qolganmiz va Hasan aka ularga bizni tavsiya qilishgan. Ularning nomi patentdan o'tmasdi va shu sababdan biz Hasan aka bilan birgalikda ularga yangi nom topdik. Logotiplarini, identikalarini tayyorlab berdik. Rebrendingdan bir necha oy o'tgandan keyin ular bilan suhbatlashgan paytimizda savdolari 2x ga o'sganini aytdilar. Yuqorida bir necha misollar bilan, ya'ni xalqaro kompaniya misolida, mijozlarimiz misolida rebrending kompaniyaning foydasiga ishlashini ko'rib chiqdik. Lekin hozir sizni holatingizda ham rebrending foyda berishi mumkinmi? Keling, qachon o'zi rebrending qilish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Agarda sizda quyidagi 5 ta holatdan biri yoki bir nechtasi kuzatilayotgan bo'lsa, rebrending qilishingiz shart. Birinchisi, sotuv yoki bozorning ulushi pasayishni boshlasa, ikkinchisi, brendingizni imajiga qanaqadir sabablar salbiy ta'sir ko'rsatsa, uchinchisi, brendingizning identikasi, ya'ni logotipi, ranglari, shriftlari, nomi, slogani, tone of voicelari, mijozlar bilan kommunikatsiya qiladigan har qanday punktlardagi dizaynlar brendingiz oliy maqsadiga, qadriyatlariga, brendingiz xarakteriga, kompaniyangiz pozitsiyasiga, ularning segmentiga mos kelmasa. To'rtinchisi, kompaniyangizni masshtabini oshirib yuboradigan narsalardan biri, ya'ni kompaniyangiz xalqaro bozorga chiqishni rejalashtirsa. Bu franshiza formati bo'lishi mumkin, o'sha yerdan dilerlar topish formati bo'lishi mumkin, yoki filial ochish formati bo'lishi mumkin, yoki to'g'ridan to'g'ri ularga eksport qilish formati bo'lishi mumkin. Ya'ni har qanday formatda xalqaro bozorga chiqishni rejalashtirgan bo'lsangiz. Beshinchisi va bizning kuzatuvimiz bo'yicha o'zbek tadbirkorlari eng ko'p xato qilayotgan qismi, eng katta pul yo'qotayotgan qismi bu brendning nomi patentdan o'tmasligi yoki logotipi patentdan o'tmasligi aniqlansa. Ishimizni brendingizni audit qilishdan boshlaymiz. Audit nimaga o'xshaydi deydigan bo'lsak, audit biror bir doktorning oldiga borsangiz, sizga biror bir dorini ichishni yoki qaysi paytda qaysi muolajani qilishni tavsiya qilishdan oldin sizga analiz topshirishni aytadi. Misol uchun qon analizi. Doktoringiz analiz javobini ko'rgandan keyin sizga qaysi dorini qaysi paytda ichish bo'yicha tavsiyalarni beradi. Agarda analiz javobi bo'lmasa, sizga noto'g'ri tavsiyalarni berishi mumkin va boshqalarga foydasi tekkan dori sizga foydali bo'lmasligi mumkin. O'zim olganda sizga bu rebrending kerakmi yoki yo'qmi bilishimiz uchun brendingizni to'laqonli yoki qisman analiz qilishimiz kerak. Qisman analiz va to'laqonli analiz nima deganda, qisman analiz bu brendingiz nomi va logotipini analiz qilish xolos. To'laqonli analiz esa brendingiz tarixi, marketing maqsadlari, oliy maqsadi, brendingiz xarakteri, brendingiz identikasi va boshqa brendingizga aloqador narsalarga chuqurroq kirish bilan bo'ladi. Auditning foydasini real case'da ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizga arzon dorixona brendi rebrending bo'yicha murojaat qildi. Rebrending qilishiga sabab ularni nomlarini va dizaynlarini raqobatchilari to'g'ridan to'g'ri ko'chirayotgandi. Lekin mijozimiz ularga nisbatan hech qanday chora ko'ra olmasdi. Sababi arzon dorixona brendini, ya'ni nomini patentlab bo'lmaydi. Patentlab bo'lganda edi, ularga huquqiy chora ko'rgan bo'lardi va ularning nomini, ya'ni raqobatchilarining nomini o'zgartirgan bo'lardi. Endi audit bilan nima bog'liqligi bor? Agarda shu mijozimiz yoki istalgan bir shu toifadagi mijozlar bizga murojaat qilishganida edi, biz ularga brendlarini faoliyatini boshlashidanoq bu nom patentdan o'tish yoki o'tmasligini rasmiy patent vakili orqali tekshirtirib bergan bo'lardik va quyidagi xarajatlarga tushmasdilar. Birinchisi, rebrending qilayotgan paytimizda mijozimizni arzon dorixona nomi bilan 30 ta filiallari bor edi va rebrending qilganlaridan keyin bu barcha filiallardagi nomlarini, logotiplarini va dizaynlarini o'zgartirishga taxminan $5000 sarflagan taqdirlarda ham bu jami summa $150,000 bo'ladi. Audit qildirganlarida boshidanoq bu nom o'tmasligini bilardilar va boshidanoq patentdan o'tadigan nom bilan faoliyatlarini boshlagan bo'lardilar. Ikkinchisi, arzon dorixona nomini ko'pchilik taniydi, balki siz ham tanirsiz. Endi mana shu auditoriyaga arzon dorixona rebrending bo'lgani va boshqa nomga o'tganini qayta tanishtirish kerak bo'ladi. Va bu katta marketing xarajat va blogerlar, media bilan katta bir mehnat talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, brendingiz nomini boshidanoq audit qildirmaydigan bo'lsangiz, mana shunday muammolarga uchrashingiz mumkin. Ya'ni vaqtingiz ketadi, pulingiz ketadi va brendingizni mijozlaringiz ongiga
yana qayta joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu muammo faqatgina brendingiz nomi bilan emas, logotip bilan ham uchrashi mumkin. Logotipingiz ham internetda o'xshashi bor bo'lsa yoki bundan oldin patentlanib qo'yilgan bo'lsa, aynan shu muammolar siz bilan bo'ladi. Endi mana shu muammolarga uchramaslik uchun brendingiz nomini yoki logotipini oldindan audit qilishingiz kerak. Agarda siz ham mana shunday muammolarga tushmaslikni xohlasangiz, brendingiz nomini va logotipini foydalanishni boshlashdan oldin audit qildiring. Audit pullik narxi $200. Siz bu audit natijasida brendingiz nomi va logotipi patentdan o'tish yoki o'tmasligini rasmiy patent vakilidan 98% aniqlikda bilib olasiz. Va buning uchun bor yo'g'i 3 ish kuni yetarli bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bor yo'g'i $200 evaziga va 3 ish kuni ichida siz yuqoridagi muammolarni oldini olgan bo'lasiz. Ya'ni vaqtingiz va pulingiz havoga sovurilmaydi. Qolaversa, auditdan keyin bizni biror bir xizmatimizdan, ya'ni nom topish, logotip tayyorlash, qadoq dizayn ishlab chiqish va patentlash xizmatimizdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu summa, ya'ni $200 u xizmatlarimiz narxidan ayriladi. Auditdan so'ng biznesingiz uchun rebranding qadamlari aniq bo'ladi. Ya'ni sizda ikkita yo'l turadi. Birinchisi, brendingiz nomi va logotipi patentdan o'tadigan bo'lsa, uni to'laqonli himoyalab beramiz, ya'ni patentlab beramiz. Agarda brendingiz nomi patentdan o'tmaydigan bo'lsa, unga yangitdan nom, logotip qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni rebranding jarayonini boshlashimiz kerak bo'ladi. Lekin siz rebrandingni faqatgina nom va logotipni yangilashdan iborat deb o'ylab qolmang. Bu bir nechta qadamlardan iborat jarayon. Keling ularni ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam bu mijozlarimiz kimligi, ular nima xohlayotgani va ularni qanday og'rig'i borligini aniqlashtirish. Ikkinchi qadam esa brendimizni strategiyasini, ya'ni rejasini tuzish. Oliy maqsadimiz, qadriyatlarimiz, pozitsiyamiz, brendimiz xarakteri, biz mijozlarimizga nima qiymat beramiz, mana shularni aniqlashtirib olish. Uchinchi qadam esa mana shu qiymatlarni go'zal nom va jozibador logotip orqali vizual ochib berish. To'rtinchi qadam esa mana shuncha qilingan ishni havoga sovurilmasligi uchun brendimiz nomi, logotipi va boshqa dizaynlarini raqobatchilarimizdan himoyalab qo'yish. Beshinchi qadam brendimizni mijozlarimiz ongiga yetkazish. Va shu qadamlarni aynan biz bilan amalga oshiradigan bo'lsangiz, quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Birinchisi, raqobatchilaringizdan yaqqol ajralib turasiz. Ikkinchisi esa to'g'ri pozitsiyalashganingiz sababli brendingizni yoki xizmatingizni qimmatroq sota olasiz. Uchinchisi, brendingizni to'laqonli himoya qilganingiz sababli xotirjam bo'lasiz. Buning oqibatida raqobatchilaringiz sizdan ko'chirishini oldini olasiz. To'rtinchisi, xalqaro bozorga va ko'rgazmalarga chiqa olasiz. Biz bilan hamkorlik qilib, yuqoridagi imkoniyatlarga ega bo'lish uchun video ostidagi havolaga bosib, ma'lumotlaringizni qoldiring. Videoni shu qismigacha ko'rganingiz uchun sizga rahmat va siz uchun ikkita sovg'amiz bor. Birinchisi, brend qurish qadamlari haqida video. Ikkinchisi, patentlab bo'lmaydigan nomlar haqida ma'lumot. Video ostidagi Telegram havolasi orqali barcha ma'lumotlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Mijozlarimiz kabi kuchli brendlar qatorida bo'lishni istasangiz, sizni ofisimizda kutamiz.